Avvalambor assalomu alaykum ahli Instagram. Xudo xolasa bugun sizlar bilan telefonlarni Xitoydagi narxlarni obzor qilishga ketyapmiz. Optim sotadigan joylarni sizlarga ko'rsataman. Videoni kuzatishga davom eting. Biz esa yo'lga tushdik. Let's go. Kelinglar, sizlarga birinchi o'rinda MacBooklarni ko'rsataman. MacBooklarning ishlatilgan varianti bor. Yaxshi, arzon. Holati juda ham yaxshi. Xudo xolasa garantiyasini berishadi. Gaplashsangiz 6 oygacha garantiya berishadi. Agar buzilsa yoki biror narsa bo'lsa, qaytib ta'mirlab berishadi yoki qaytarib pulingizni ham berishadi. Bu narsalarni hammasini gaplashib oldim. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Marhamat. 2022-2023 yildagi Air'lar 3800 256 talik. Holati yaxshi. Bu yerda 1 terabaytlisi bor ekan. Pro 6600 yuan. Bularning hammasini dollarda qancha bo'lishini ko'rsataman sizlarga. Apple qo'lni gadjetlari. MacBook Pro'lar 256 talik. MacBook Air'lar 256 talik. 256 talisi bu hattoki 1760 yuan. Ko'rsataman sizlarga yana. Qizlar uchun mana bu yerda ajoyib variantimiz bor. 2016-2017. Yangi studentlarga ishlatishga bo'ladi. 1300 yuan, 200 dollar ham chiqmaydi. Bularni ko'rishinglar mumkin. Blogerlar uchun kerak bo'ladigan deyarli barcha narsa bor. iPhone narxlarini so'raymiz. Hello. Is it 17 Pro? Pro Max. Pro Max. How much is it? 254 GB I. Xo'p. 9050. Do you have look at this GB? 512 talisini ham xavf so'rayapman. 11000 ekan. Is it new one? Yeah, only new. Oqlarning ranglari 11000. O'zbekiston bilan biladiganlar solishtirib ko'ringlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xitoydan telefon olsa bo'ladimi? 10970 yuanga mamlaqa qo'l ranglari ham bor ekan. 17 Pro Max bular hammasi. Dollarda ko'rsataman qancha bo'lishini O'zbekiston bilan solishtirib kommentariyaga yozinglar. Xo'sh, shu narsani aniq ayta olaman. iPhone 14 Pro dan boshlab turib 17 Pro Max gacha bo'lgan telefonlarda 1 milliondan yaxshi foyda qilsangiz 3 milliongacha foyda qilsangiz bo'lar ekan bemalol telefonlarda. Uning uchun bilgan odam bilan ishlash kerak to'g'ri joydan telefon sotib olib O'zbekistonga olib borib sotsangiz bo'ladi. Notebooklarga keladigan bo'lsak, notebooklarda ham xuddi shunaqa yaxshi variantlarni topib shu 1 milliondan 3 million, 3,5 million atrofida foyda qilib sotsangiz bo'ladi. Bemalol bu biznesni ham qilsangiz bo'ladi. Faqat bizda bilasizlar, chet eldan kelgan kishining bir kishiga emailga buni ham xudo xolasa keyingi videolarimda qanday qilib o'tkazish kerak ko'proq telefon olib borganda bularni emailgadan o'tkazish bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar o'tkaza oladi, shular haqida to'liq bitta video qilib chiqaraman. Albatta bizning Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar.
va like, подписка bosib qo'yinglar. YouTube kanalimizga ham bu videoni joylaymiz. Apple'ning официальный do'konidan 14 Pro Max 1 terabaytli ikkita sim kartali 6000 yuan deyishyapti. Shunda mumkin, ranglari ham chiroyli. Buncha bo'lgan joylari yo'q. Sizlar uchun bundan ham chiroyli qiziq videolarni chiqarishga davom ettiramiz. Xudo xolasa bizga qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar va albatta YouTube va Instagram kanallarimizda bizani qo'llab-quvvatlab, like bosishni unutmanglar. Lenovo brendiga keldik. Hozir ko'rishinglar mumkin. 512 talisi 6999 yuan. 1 terabaytlisi 2999. Ya'ni 8000 yuan atrofida. Yozib qo'yaman albatta dollarda qancha bo'lishini. Yo'q, xuddi shu narxda. 512 tali. Почти 10 ming yuan. Yani Lenovo ko'rishinglar mumkin. 512 tali 699 yuan. Chek. Bu yerda ham shunaqa.